Assalamualaikum ikrarlık evci körmenler hemmanlarınki maşvaq xeyirlik olsun. Ben Adil Er Uyghur Tədqiqat İnstitutu namıdın hemmanlarga kızgın ve samimi salam yollayman. Biz bugün Cemaat ve ilim erbabı şundaqla yazgıcı müstaqil tədqiqatçı Abdul Turan efendinin tərbiyyini ro'yobga chiqarilgan institutimiz tərbiyyini nashr qilingan Uyghur İslam Ensiklopediyasi nomli asar haqida suhbat o'tkazamiz. Suhbatimizningki me'morlar bo'lsa, mazkur asarningki muallifi Abdul Turan efendim bilen institutumuzun tədqiqatçısı, şundaqla Selçuk Üniversitesi tarix fanları doktoranti Abdülüm Dölet Katarlık'ta buldu. Me'morlar hoş geldinler. Merhaba, siz hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Türkiye kavimleri içinde Uygurlardek uzun tarihka, şanlık medeniyet miraslığa, kuyuk milli haslıkla ve bitmez tügümez icadi iktidarga ega bir millet nispeten bugünkü günde öz yılda sistematik ve mükemmel neşr kılınan Kanunsak Ensiklopedinin buluşu intihan zor bir ahval idi. Cemaat erbabımız muhaciretteki Uygur serhilleri arasında Uygur neşriyaçlıktan ibaret kıyım bir sahanı üzüge vezbi kıtalı algan ve bu sahada yıllarca harmay talmay tirişip kılıvatkan ve yakınki 20 yıldan buyan üzünün ün-tünsiz tirişçilik ve üzün bağışlaştık fidakarane ro'y neticesinde İstanbul'un merkez kılgan muhaciretteki Uygur neşriyaçlıkınki yoktun bar buluşu ve izchil terakki qilishda rol o'ynab kelayotgan Abdul Turan efendim Uyghur İslam Ensiklopediyasi nomli muhim ve qimmatli asarni ro'yobga chiqarish orqali bu zurriyatni ma'lum darajada hal qilib, Uyghur qomusluk sohasida yangi bir qadamni tashlab, bu sohaniki istiqboli ve taraqqiyotiga yo'l soldi. Abdullah efendim, oldi bilan bu qimmatli asaringizni tanishtirishdan burun qomus yoki ensiklopediya haqida bir qisqacha izoh bergan bo'lsangiz. Bunu da Ahmet aldıran bu programını sürdüren barlık Uygur dostlarımga, kardeşlerimge selam yollayman. Allah'ın ki bu yıl Ramazan'ı yaxşı ötküzüşüge kılan ibadetlerinin makbul buluşunu tilayman ve Ruz Eydini kutlayman ve tebriklayman. O iki atalgı var bir yerde, bir kamus ve bir ansiklopediya degan. Bu bazı vaxtlar oxşaş məndə işlədir, bazı vaxtlar ayrı işlədir. Kamus Ərəbçə söz. Bu kamus degan vaxtımızda köprək bu izah lüğət türüdür. Bu ansiklopediya bolsa, ansiklopediya bu Grekçe, Yunanca sözkən bu bək uzun tarixə ega şu araşdırmalarımız qarğa vaxtında arasında onun zamanlarında payda olğan bir ilimkən. Bu Ərəbçəyə Dairətul Maarif deb tərcümə qılındı. Bu ensiklopediya bulundu. Ensiklopediyanın ki şərti, bunun kirgizilgen maddeler ilba tertibi boyunca yenildi. Bunun şəxslər kirgizildi, atalgılar kirgizildi, tarih atalgıları, coğrafi atalgıları, İslam atalgıları, felsefe atalgıları, siyaset atalgıları, nurgun atalgılar kirip bu harf itibarı bilen, harf tertibinden bir tağdın, bir bağdın durur bu. Şunlar bu ensiklopediyani okuş ve lazım olan maddelerini tepiş kolay bulundu. Bu Uygurlarda ensiklopediya bugün kadar resmiymiş o şartki taşıdığan ensiklopediya bugünkü bulmakla. Mesela 2010 yıllar Ürümçi'de Şincan ensiklopediyası da çıktı. Bunu ensiklopediya şartki taşımaydı tertip cihette. Her mevzularını da tarihine ayrım, felsefene ayrım, siyasetine ayrım çizgenleri kitablık bu ensiklopediya. Bu ensiklopediyanın asıl şartmen degende bir de garip itibarından bulmuş lazım. Bu garip ellerde belki uzun tarihte ilgiliyken bu. Şu Aristo'nun zamanlarını takip ansiklopediya diyen atal bu payda bulup şu ülke şarkı duyulan çok küçük ensiklopediyalar hızlık kelgen bu 20. asırlık kelgen vaxtında bu Avrupa'da çok terakki kılgan. Onun mukası Türkiye'de çok terakki kılgan bu ansiklopediya. Ama İslam dünyasında Arap ellerde bu 10. asırlardan başlayıp o ansiklopediya Dairət-i Maarif diyen isimden doğmuş mu? Ansiklopediya şekilde məxsus bir fəngə məxsus olğan bir qancha əsər yazılğan. Bunun birisincə Yaqut Hünəvi deyən təxminən 13-12-ci əsrlərdə ötən kişi bolsa kerak. Bu Mu'camul Buldan deyən Ərəbcə şu şəhərlərinki tunuşduğan bir ansiklopediya kitab yazğan. İsmi Mu'camul Buldan. Bu ansiklopediya şərtiki bir qədər tökülür. Gerçi xas bir fəngə. Bunu da mesela Mısır, Kahire'deydi, Bağdat'daydı, Mekke'deydi, Medine'deydi, hatta ki Kuşa, Taşka, Kotallar diye şu vakti için tarih coğrafyasına kısa konuştuğum bir kitap.
Ondan keyin bu 20. asrning boshlarida Xayriddin Zarkariy degandan xos kishilarni, shaxslarni, mashhur shaxslarni, adabiyotchilar, tarixchilar, faylosuflar bor, din ulamolar bor, bularni nima qilib qisqa tunishtirib bir 10 tomniki deymi, buning 10 xil nusxalari bor. Bu chiqqan. Yevropada acayip taraqqiy qilgan, Yevropada tungi qatim 19 asrning oxirlari, 20 asrning boshlari bo'lsa kerak. 10 tomliq ingliz tilida Gollandiyada chiqib ketgan İslam Ansiklopediyasi nashr qilingan, chiqqan bu nimasi. İngilizcesi bir 10 tomdan artıq bo'lsa kerak. Bu 60. yillarga kelgan vaqtida arabchaga tarjima qilib ketgan 60-70 yillarga. Ama to'liqlanib ketgan bu 15 tom nima qilib, ayni arab tiliga keldimi, yerimi tarjima qilib ketgan. Bu Türkiye'de 40. yillarda to'liq tarjima qilinib, Milliy eğitim ministerligidan tarjima chiqarilgan 15 tom holatida, shu men degan Gollandiyada besilgan ansiklopediya. Bu bizde yani bo'lmadi. Men bu tunji qatim Misrda ibay degan ansiklopediyaning arabchasini ko'rdim, aldım, o to'liq emas ekan, uni keyin qaytarib o'tdik. Keyin Turkiyaga kelgandan keyin qayta to'pladik. Tunji qatim ansiklopediyani ko'rgandan keyin men buni hayron qilib, şu vaqtdan tortib men bir ansiklopediyaga qiziqish paydo bo'ldi. Türkiye'ye kelgandan keyin o Milliy eğitimninki İslam ansiklopediyasini aldım, Meydanlar üstüken bir ansiklopediyani aldım, yana kichik qisqa nurg'un ansiklopediyani aldık. Ben kep işkilden keyin Türkiye Diyanet Vakfı başlagan, çıkarışga başlagan İslam ansiklopediyasi var 98. yılı, 89. yıl başında, 2014. yılı 2014. yıl tügüde 44 tomda. Hazır bununki qo'shimcha nimalar chiqyapti. Bununki o'zi de chiqdi 88 tomlik qilib. Bu ansiklopediya ham arabchada Doiratul Ma'rifga tarjima qilinadi. İslam ansiklopediyasi bo'lsa Doiratul Ma'riful İslamiya bo'ladi. O'yinda kelgandi bu, ama bizde bo'lmagan 80 Şarkı Türkistan Avaz Jurnal'da bu Özbeklerden çıkan aydınlık bir tarihçi var Baymir Zahid degan. Onun bir makalesinde şu ansiklopediyani tunuşturup, ansiklopediya milletin ayniki deb ekan. Hakikaten milletin ayniki ekan bu. Çünkü bunun da her bir milletninki ecdadının tarihi, yurt tarihi, vatan tarihi, tarihli ötken şahslar, medeniyet tarihi hemiz tunuşturuldu ekan. Hakikaten ekan. O vakti ben tuzuşka urinib bakmagan bolsam mı? 2015'lerde ben bir küçük ballağa bir ansiklopediya tüzey deb başlap İbrahim maddeler kılımanda başlap bırakın belki o küçük lafaz bu muğday deb muş 5 yıldan kısa nima qilib material toplap maddelarni tayyorlab ceplerini uyg'unlab adedin elib kişilernikini onu tuzib qisqartib uzaltib dini maddelarni her xil lügatlardan ansiklopediyalardan tercüme qilib yoki boshqalarga tercüme qildirib degandek 5-600 maddani to'plab, onu tanlab, birini chiqarib, ertasiini birini kirgizib degandek, xeyri shu yil mush kitobni nima qildik, huzurlarga sundik, İslam ansiklopediyasida. Endi bu gerçi qisqa, bu bundan keyingi bir yoziladigan ansiklopediyaga men kirish so'zimni yozdim, bir muqaddima bir kirish bo'lib qolsa, bu Uyg'urlarda ansiklopediya degandan keyin bak aniq bir tushuncha emas. Ansiklopediyanın qanday bo'lganligini tushundirish maqsadida oddiy bo'lsa-mu, shuni tayyorlab, nima qilib, rangli qilib bostirib taqtammidik, bu tag'i chiqib bo'lmagan ekan, ammo bostirib tayyor qilib qo'ydik. İnşallah aytdan keyin huzurlarga sunamiz. Abdülhamid efendim, bu siz vatandagi nashlash qanalini, umum ahvolini asosan yaxshi bilasiz deb o'ylayman. Nurg'un sohada kitoblar nashr qilindi. Ammo Abdullah efendim degandek, bu ensiklopediya sohasida asosan bir eser nashr qilinmadi. Sizce bunun sebebi zaten nimadir? Assalomu alaykum barliq ekran oldidagi qarindoshlar. Men sizlarga Ramazonlar salom yo'llayman. Endi ensiklopediya deganimiz hozir Hacım Akimizning aytib tafsili yaxshi tushundirdi. Bu favqulodda zo'r emgak talab qiladigan bir xizmat. Ya'ni o bir ikki odamning tirishchanligi bilan vujudga chiqmaydi. Odat shunlashqa ensiklopediyani asosan davlatlar mablag' solib, shuni tashkillab tuzidi. Masalan, Turkiyadagi
hozirgacha 44 tom chiqqan islom ensiklopediyasini Diyanet Vakfı davlatga qarashli. Shular mablag' silib bir necha yuz doktor ashtilarni shu sohada tadqiqot edib borgan. Shularga maxsus bir-birlab yozg'izdi, shunlashqa bunga necha 10 yil vaqt ketadi. Shunlashqa bunisidan qaraganda bizning vatanda o'z kuchimizga tayanib turib bir mufassal ensiklopediya tuzish kuchimiz agar shu vaqtda nima deyiladi agar Xitoy ozli mablag' solib bu sohaga buni bir tuzsin degan bo'lsa, ama Esat Malum Kristos degandek 80 yillardan boshlab toki 2000 yillargacha bo'lgan oraliqdagi ozli bir yumshagan fursatda buni ching tutib tuzib olgan bo'lsak, balki bu emgak vujudga chiqqan bo'ladi. O vaqtgi sharoitda menimcha bir qadar mufassal ensiklopediyaning tuzilish ehtimolligi bor. Ammo men ensiklopediya bilan texmo aralashib o'qigandan yoqqa his qildim. Agar biz tuzgan bo'lsak, asosan tarjima qildik ekanmiz. Aslida bu ensiklopediyani hozir deganimdek, masalan, bir diniy atalg'udan masalan men zakat degan bir so'zni yozmoqchi bo'lsam, kirgizmoqchi bo'lsam, shu zakat haqida eng az bir doktorlik unvoni erishgan, u haqda bir qancha Raus bo'lsa doktorlik dissertatsiyasi bo'lgan bir odam yozadi ekan endi. Shunda bo'lganda hamma sohada shu saviyaga yetgan qo'shinimiz bo'lmay turib, o'zimiz bevosita yozgan, ya'ni Uyg'ur qalamkashlar, avtorlar yozgan bir nimani ensiklopediyaning vujudga chiqishini men intayin qiyin ekan deb o'yladim. Ama men vatanda vaqtda 2015-16 yilda Şinjan Xalq Nashriyatining bir Xitoylar chiqargan necha tomlik ismda yo'q. Jungoda Bay Ko'chman shu deb bir kitob chiqqan. Jungo cho'ng qomusi deydi. Jungo cho'ng ensiklopediyasi. Ashuni to'liq Şinjan Xalq Nashriyati tarjimani boshlab ekan. Qaraganda shu vaqtda shuni planga olib ekan. Uni shu yerda ishlaydigan bir tahrir mana ma'lum bir atalg'u haqidagi tarjimani birga bir maslahatlashib turinglar deb rasmga tortib avatganda shu chog'da bilgandim. Demak, bu shunday bir ish qilinib o'tib ekanda de. Ammo endi keyin 2017-yildan keyin Uyg'urcha kitoblar nashriyoti butunlay to'xtadi. Shuning bilan bu ish butunlay chet eldagilarning tirikchilik qilib qoldi. Endi bundan keyin chet eldagilar agar bir qomus ensiklopediya tuzmoqchi bo'lsa, menimcha yaxshi bir turkum tarjimonlar bir guruh bo'lib tashkillanib, onun bir iqtisodiy jihatdan bir mablag' solib, bir necha yil tarjima bilan shug'ullansak, menimcha yana yaxshi bir ensiklopediyani tuzish mumkin deb o'ylayman. Abdullah efendim, bu Uyghur ensiklopediyasidan iborat bu büyük bir bilim qurilishiniki dastlabki tayyorlab qo'ygan Uyghur İslam ensiklopediyasidan iborat bundaq muhim va qimmatli asarni ro'yobga chiqarishning nimalar turtki bo'ldi? Biraz burun deb o'tdingiz, ama bir tafsil so'zlab bergan bo'lsangiz. Yana shu takrorlashga to'g'ri keldi. Bu bir Uyg'urlar bir ensiklopediya bo'lmasligi yig'ib aytgan vaqtda undan keyin meningki qiziqishim, bu ensiklopediyaga bo'lgan havasim turtki bo'ldi degan bo'lsa. Boshqa bo'lmoqchi hemen. Shu bo'lgan mumkin. Men deganday buni Abdurim do'stimiz degandek mukammal nima bo'lmasimi? Qisqa bu ensiklopediya degan muhim Uyg'urlarda men belki başta mı dedim. Bilmeydi ekan ensiklopediya degandan keyin nimaligini. Mesela hali meşhur bir adamdan bilse, bir netibat öğretsem, o Abbasilarninki Uyg'urlarga nima aloqasi bor deb menga bir savol keldi. Savol kelgandan keyin men o adamga javob bermadim. Ama so'zga shuni tushuntirib yozib qo'ygan so'zga bir abzas shuni tushuntirib buni yozdim. Bir abzas yazı yazdım. Qo'shimcha qildim, tushuntirib. Bu şu ikki narsa menga nima bo'ldi? Bizda bo'lmasligi, yo'qdan qisqa bo'lsa-mu, kichik bo'lsa-mu, bir boshlang'ich bo'lsa, bugun burada degandek, yana shu hamkorlashib, buning menda yana shuni ishlatgan xom materiallar bor, ishlatmaganlar bor. Nima tayyorlik qilib biraz binas to'plab, odam tashkillab, yana buni ichida tayyorlik ko'rsatsak, hamkorlashsak, cho'qim bir 5 ming, 10 ming betlik bir ensiklopediya
ucuk çıkarılı buldu dep qarayman. Ama ansiklopediyanın erbinasını izahlapay, jek adam bu neçe tom dep sordu. Ansiklopediyanınki neçe tom buluş şart emasken. Ben İngilizce bilmesem de internete kirip Encyclopedia of Standard dep baksam 100 betlik, 40 betlik, 60-70 betlik, 200 betlik nurgun ansiklopediyalar var İngilizce'de. Türkçe'de mi mesela biz degендek Milli Eğitim'de çıkan 15 tomluk muayet 15 tomluk ansiklopediya var, 44 tomluk ansiklopediya var. Onunki kurası çıktı 8 tomluk. 8 tomluk ansiklopediya var. Öncelerinde dedi. 180 adam 10 yılda yazdı adaydı hem de. Bu biz Uygurlar bunda eğer yükne kötürenmeyimiz hem de. Bununla biz özümüz bunda fidakarlık kılışımız lazım, tirişçilik kılışımız lazım. Biz o 180 adamga 10 yıl maaş verdiğin Uygurlarda imkanı yok. Mesela Türkiye'de yani ben de çok ansiklopediyenin ama Uygur Fatma'yı nımaklıvattım. Ama 2 tomluk bir ansiklopediye Türkiye'de çıkan medeniyet ansiklopedisi deyilgan. Mao tarih ve siyaset politik ansiklopedisi bir tomluk meşhur bir tarihçi Yılmaz Öztürk bir 5-6 yıl oldu memlekette. O yazgan bunu biz faydalandık. Miyade yana menenke bir az bir mübaken bunu muamenekine de kendi güçlerinde topaklı dünyada ansiklopediyelim bazen ansiklopediyelim bazen bunlar teyaklaydı. Mao şu bir özbeklik ansiklopediye vallahi ne bakalım. Şu bu menenke bunun asasen şu ansiklopediyelerden koyduğum bunun ansiklopediyelerden örnek aldım. Tertibige payta karar çıktım. Yaklaşık 333 maddede bu ansiklopediyenin hazır ibarken satken ansiklopediyesine rennek süpertek kılıp bastırıp tayak koyduk. Tartışlarımızda kayıtlınkini tartışıp başlayalım inşallah. Şu ulaplı sizin sorursam Abdülaziz efendim. Bu eser hakkındaki mezmun hakkında, hecim hakkında bir dairesel söz ederim siz. Hazır deputun 330 madde vardır çok. Qaysi mezmunlarını kirgizdiniz bu ensiklopediya? Bununla 333 maddeye tarih şəxslər kirgizdim. Ben bunlardan ayrım qançadaq şəxslər var, qançadaq yine atalğı var, bunu hesablab çıxmabdım. Tarih şəxslər var. Tarih şəxslərin içində dini ülemalar var. Mesela Abdülhamid Mazlum'un katip Muhammed Sarı Damoğlu Zeynep'de Türkiye'de 16. Kazak etken dostumuz Abdülhamid Kıça dini ülemalar var. Bir edebiyatçılar var. Abdülhamid Ötkürüz'ün sahibi degендek. Bu chet elde siyasi faaliyet şug'ullanganlarni imkon qadar kirgizishga tirishdi. Efendi deymiz Muhammed bin Buğra, İsa Efendi, Mesut Sabri. Bu Türkiye'de yana siyasi faaliyetler bilan şug'ullangan, vatan xizmat qilgan adamlarni kirgizdi. Muhammed Rıza Paşa o'xshash. İslam atalgılarından nimalarni hammadan lazım bo'lgan diniy atalgılarni kirgizdi. Siyasi atalgılardan bir neçe parça, felsefi atalgılardan bir neçe parça kirip şundan 333 maddede demek ki bu 330 maddene tayarlaş 5-600 madde yazı çıkarıp tayarlaş çok geldi. Onun için bir çıkarıp ben ertesilerini kirgizdim. Müzakere 333 bunu toplattım. Abi ne dedim o yani bir taraftan bu kadar Neyken şu İbrahim diyen 180 adam 10 yıl işleyen ansiklopediyada 1900'dek madde varken ama o uzun maddelerinde ama o 1900 maddenin içinde ama kitap çözülen nurgun maddeler de onun yok yani. Bu Abdülhamid efendim sizden bir sual sorsam sizce bu Uygurlarga İslam medeniyeti bulup mu Uygurlarınki İslamiyet'in ki medeniyet tarihi münasebetlik meşhur şahslar, vakalar, hadiseler, eserler, atalgılar, düşünceler, hukuklar hakkında kısaca mağızlık məlumat verişni maksat kılgan Uygur İslam Ensiklopedisinin ki biz için qanday ahamiyeti var? Buna ait mühim bir sual oldu. Bunun en avval bir ensiklopediya deganni azroq bir qadam texnik cho'nqur bir tushunadi deb o'yladim. Yani ensiklopediya deganimiz agar keng ma'nodan aytsak barliq narsa shaylar haqidagi eng to'g'ri uchurlarni o'z ichiga olgan g'oyat zo'r bir qomus. Endi eng to'g'ri deganimizda amaliyotda nisbiy gap endi. Mesela tabiiy fan qomus turi bo'lsa, uni aytiliqi aniq bo'lishi mumkin. Ammo
ijtimoiy fan ensiklopediyalaridagi ba'zi atalg'u nurg'un nuqtalarda o'xshamagan madaniyatga tava kishilarning ta'biri tushuntirishi farqli bo'lishi mumkin endi. Ammo cho'ng jihatdan o'rtaq nuqtalarni aytdik. Demak, bu biz aloqa qiladigan dunyodagi biz biladigan barliq narsalarning eng ilmiy shakldagi uchurlarni o'z ichiga olgan, tushuntirishni o'z ichiga olgan bir narsa. Ya'ni biz o'zimiz aloqa qilayotgan har bir uqumni o'zining to'g'ri ma'nosi bilan bizga bilishga yordam qiladigan bir dengiz. Men buni hozir esimga keldi. Allah Qur'oni Karimda Sura Baqarada biz jiq o'qiydigan bir oyat var. Allah o'z vaqtida zaminda insonni yaratmoqchi bo'lib, men zaminda xalifa yaratmoqchi degan vaqtda farishtalar Allah'ın bu qaroriga o'kti qo'pidi. Ey Allah, bu qon to'kadigan, gunoh ishlaydigan insonni nima uchun yaratmoqchi bo'lsa, biz seni ulug'laymiz, madhiylaymiz. Bu insonni yaratishning nima ahamiyati bor degan vaqtda Allah farishtalarga javob bergan chog'da bu insonlar sildimi bek taqvodor, sildimi bek meni madhiylaydi demaydi. Aksicha, qani sizlar men odam biladigan narsalarning ismini aytib qo'yinglarchi degandan keyin farishtalar biz xato qildik, biz bilmaydi ekanmiz. Ey Allah dedi. Adem Aleyhisselam'a deydi. Adem barliq narsalarning ismini so'zlab beradi. Adem Aleyhisselam'a Allah yer shardagi narsalarning ismini o'rgatdi. Endi men buni qanday tushundimsa, yani Adem zaminda yashashdan burun zaminning ilmi-talmini, zamindagi narsalarning ismini bilishdan boshlagan. Allah unga o'rgatgan. Menimcha bu nuqul ismini bilish emas. Şu obyektni, şu jismni onun alayidagi funksiyasi deganday narsalar bilan bilish deb o'ylayman. Mushu nuqtadan aytganda amaliyotda ensiklopediya dal shunga o'xshash xilma-xil ism berilgan hukum narsalarning eng ilmiy bir jug'lanmasi. Agar biz bu zaminda texma haqiqiy hurmatimiz bilan insondek yashayli desak, biz mushu bilimlarga muhtoj bo'lamiz. Bu bilim bizni tepsetining bizga elib keladigan tahlikasidan saqlaydi. Ondan keyin bir millatning bilim boyligida bir ensiklopediya bo'lmasa bugungi kunda. Shundan bu millatning bilim odamlari o'xshash bir atalg'uni o'xshamagan ma'noda tushunishib birisi bilan talashadi. Masalan, menma demokratiya degan bir so'zni ishlatishim mumkin. Qarshi tarafni demokratiya degan so'zni ishlatishim mumkin. Ammo mening demokratiya tushuncham balkim xabardan kelgan bir demokratiya tushunchasi. U tushungan demokratiya balkim kommunistlar yozgan asarlardan tushungan bir demokratiya tushunchasi. Yana birisi tushungan demokratiya islomchilar, ya'ni islomga tava odamlarning demokratiya haqidagi tushunchalardan kelgan bo'lishi mumkin. Qarmoqqa demokratiya degan ism o'xshash bo'lgan bilan, ammo bu üç adamning bu o'xshash hukum haqidagi tushunchasi har xil bo'lganligi uchun bu yerda bu o'xshash bir atalg'i haqida birlikka kelgan bir narsani yaratish intayin qiyin. Ammo ensiklopediyaning xizmati u biz tayinadigan bir manba. O'sha talash tortishlarda asar yozgan vaqtlarimizda ensiklopediyaga kirgizilgan narsalar ishonchli manba ilishga bo'ldi, tayinishga bo'ldi, ilmiy asarlarda naql olgan vaqtda manba qilib ko'rsatishda nupuzluq hisoblanadi. Endi o'sha nuqtadan bizning o'sha ensiklopediyamiz islomni qabul qilgandan keyingi hozirgacha bo'lgan mumkin qadar shu biz uchirgan hukmlarga ilmiy shaklda javob bersa, u vaqtda hammamiz so'zlasak bir hukmni so'zlayotganligimizni biladigan. Hech bo'lmasa har qanday bir inchki hukm haqida xohlagancha gap qilishning to'g'ri emasligini, bir kitob varaqlashning zarurligini biz bildik deb qaragan narsalarimizni amaliyotda kitob varaqlab selishtirgan vaqtda butunlay xato bir narsa ekanligini biz ensiklopediyaning yordamida tunib olamiz. Balkim ensiklopediya bir millatning aynaki deganda sen bildiğin xato narsalarni selishtirgan bir aynak bu degan ma'noda aytilgan bo'lishi mumkin. Şu sizdeki bu Sura Baqara'dan ayet diyordunuz. Undaqda sizin bu ayetin çıkan xulasınızga asasen insanın kıymeti binesini bilişler ölçü desek bulan bu. Yani Doğru. insan kaç köp narsa bilse onun kıymeti düşünce aşıdı diyen. Yani bu. Tabi bulup mu Allah insanını zeminine yerleştirip zeminini güllendirtkan. Zeminin bir hükümranı kılıdığan kılıp yarattı.
Endi onunla layıklaştırıp, yani hükümran buluş için, halife buluş için, zeminini güllendiriş için sende bilim olmasa bunu kılanmaysa diyen bir manani, bir uçurunu badi deb o'ylayman. Endi biz bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, haqiqatan biladiganlar, bilmaydiganlarga hukmronlik qilayotgan bir dunyoni tarixdan buyon hozirgacha ko'ryapmiz. Demak bu Adem alayhissalomni Alloh yaratgan vaqtda bekitilgan bir ilahiy qonuniyat ekanligini ko'ramiz. Endi mening ismni ta'kidlashim, ism amaliyotda nuqul bir narsaning ustiga qo'yilgan ismlar emas. Ismni qo'yg'uchi amaliyotda nimishqa ismni qo'ydi? Boshqa xildagi yoki shu turga tava boshqa narsalardan farqlantirish uchun qo'ydi va farqlantirilganligi uchun qo'ydi. Masalan, tog', tosh degan bo'lsam, toshning kichik narsa ekanligini bilganimda, tog'ning hadi cho'ng bir to'pilik ekanligini bilganimda bu ismni qo'ya olaman. Ismni qo'yish shu ism qo'yilgan narsani bilishdan direkt turdi deb o'ylayman. Uni qo'llanib ismlar emas. Aslında yaxshilab o'tdingiz. Ism amaliyotda shu o'yitniki kimligi desak bo'ldi-ku. Kimligi, shuni bilish degani. Kimligi. Abdul efendim siz bana yaxshi narsa ta'kidlab o'tdingiz. Abdurim efendim bunu ta'kidlab o'tdi. Qamus amaliyot heyet tarafidan, mutaxassislar tarafidan, olimlar tarafidan ro'yab chiqilgan bir zo'r emgaklar qilgan bir soha debchu. Ama siz mushundaq turib, o'zingizning jasoratiga tayanib turib va qiziqishingizni turkisida shundaq muhim bir qimmatli asarni ro'yab chiqardingiz. Mush asarni ro'yab chiqish uchun burun balkim siz sal ansiredingizmi? Agar mundaq bir muhim ishni loyiqida ro'yab chiqaramizsam, qandaqroq bo'ladi degan mundaq bir ansirash bo'ldimi sizda? Ensirash bo'lmagan bo'lishi mumkin. Chunki men buni jak nima qilib chiqdim, ba'zi jak odamlar qiziqmadi bunga, hududdan chiqolmaymiz deb nima qildimi? Meni ansirash bo'lmadi, men buni bunchalik narsa qilaman deb tayyorlik qilmagan. Ama okuldan bir küçük bolalarga bir okuyup şu vatanın tarihi coğrafyası hakkında bir neçe dini atalar hakkında bir 100 yetmegen bir dini atalar hakkında ben bir neçe içinde bunu bize bir kıpakayda başlayan. Onun için ben bunu bir tarafı olmadan da oylayma. Ama ne kadar diken anda kılıçsal bir ortamda finans kılayla ve kulübümüzden de boğan diken kitaplarga müracaat qilib, buni kitoblaydiganligimga ishonch bo'ldi va mushunday bo'lsinmi qildim. Buningda ensiklopediyaniki shartiga Abdurim Davlat degandek ba'zi nimalar tushmasligi mumkin. Qanday tushmasligi mumkin deganda Abdurim Davlat dediki, har bir moddani shu moddaningki mutaxassislari yozish lozim dedi. Men 30 moddaniki mutaxassisi emas. Belki bir neçe maddeni ağzını ekip bana tushuntirsangiz, men yada tushuntirib bermasligim mumkin. Ama ben hammasini manbalarga tayinlab, men buningki xato to'g'riligini kitobda yozilganligini o'zi ayni olmay, men o'zim to'g'ri deb qanoat qilgan bir shaklga akirib, uni qisqartirib uzaltib, shunday qildim deb hisoblayman. Yani müşahede Abdülhamid sizin bir sual sorsam, bu Uyghur İslam Ensiklopedisi'nin muvaffakiyet zabı nerede sizce? Menimcha bunun muvaffaqiyati birisi bu yo'lni Hajimkamning ochganligida eng muhimi, eng boshda. Yana odatda bu ishlarni, bu xil ilmiy ishlarni Uyg'ur jamiyatida tushunadigan, qo'llaydigan kishilar intayin oz. Bu ko'chada minib boqqan kishilarning hammasi bu haqda asosan o'rtaq ta'sirotga ega deb o'ylayman. Masalan, qomusning naqadar muhim bir emgak ekanligini birisine sözlesek, Furkan bunun içinde nimba dese, bunun içinde biz mesela tarım, çölü degende yazımız 2 bet, Qashqar şehrini yazımız 3 bet desek, Furkan bunu yazganın ne faydası var bilmeden bildi o yani deydem de. Bunda degende ki siz mağlup bulursunuz hem de. Mesela nimde düşündürürsünüz, şunu olan bunu düşündürgül olmaydı. Ama ameliyette onun ne kadar mühim ekanligini bilişimiz lazım mesela. Şu noktadan Hajimkamning bu qamusi birisi tunji qadamni bosdi. Ondan keyin buninki ishlar mushu qamus asosida, mushuni cho'ridab turib, asosan mushuni to'liqlash bilan, texnik mukammallashtirish bilan boshlandi deb o'ylayman. Lekin bu qamusni menimcha hamma odam bir elib varaqlab, qamusning zoti qanday narsa ekanligini ensiklopediyani. Zodi bizga nima o'rgatadiganligini bir ko'rib beqish lozim.
Uyg'urcha eser yozgan vaqtda biz naql oladigan bir Uyg'urcha ensiklopediyamizning bo'lmasligimi bizning ilmiy eserlarimizning quvvatini zo'r darajada ojizlashtirdi. Bu shu nuqtadan bu bek zo'r ahamiyatga ega. Chunki biz bu bilimni hayajonli nutqlardan, vaqirab so'zlangan gap so'zlardan emas, shu ilmiy bir elgakdan o'tkazilgan ensiklopediyadan elishning vaqti keldi ve o'tdi. Şu bu Esersoyman muallimlar bu ensiklopediyaga taqrir qilgan vaqtida bir yozuvchininki so'zini naql qilgan. Eserni qanday qilishidan bekroq eserninki shu sohaga xizmat qilib qilmaydiganligi to'g'risida to'xtalibdi. Bundan boshqa sizin deb o'tgandek qomusdan iborat yoki ensiklopediya bunday bir binoniki o'lni uzundan beri kitobga hayotini bag'ishlagan, nashriyachilikni zo'r xizmat ko'rsatgan, vatandagi va chet el chiqqan Uyg'ur kitoblarini asosan ko'rish fursatiga muyassar bo'lgan Abdul Turan apaning tarafidan ulu selimdi bu ishninki. Bunda bo'lgandan keyin menchimi bu ishninki qanday bo'lishidan bekroq mushu ishga tunji qadamni besishi va uni selishi zo'r ahamiyatga ega deb qarayman. Abdul apandim, sizce bundan keyin siz bu yo'lni boshlab berdingiz. Taraqqiy qilish ehtimoli bormi? Taraqqiy qilish ehtimoli bor. Buning qilishda ham hozir burun bir qiziq maqollarni qiziqyotdi. Asad Süleyman'ın dastlabki savollarni so'radim bir kere so'z yozib taklif qilgandan keyin. Uning qatnashga qanoatlanib javob berdim. Bundan keyin yordamlashganlar aviydiganlar qildi. Nima yordamlashtiramiz inshaalloh. Do'stimiz Abdurahim Po'lat og'inimizni Asad Süleyman yordamlashdi. Bir neçimiz yordamlashib, men hozir qo'limda yana takrorlasam, buningdan jiqroq tahrirlangan va tahrirlanmagan moddalar bor. Ben onlardan qisqartib olgan asli orijinalleri bor. Bundan keyin tafsilroq, masalan Abbosiylarni 20 tutishgan bo'lsak, bundan keyin 20 30 tutishimiz mumkin. Bazı shaxslarni taqimo tafsilli tutishimiz mumkin. Bunda ben buni yana agar ömrüm yer bersa, ben bunu chiqarishda bu ensiklopediyasini nima qilib, shuni o'zini chiqarib, taqrir ko'rsatib, buni taqimo cho'ngini chiqaradiganga, hamkorlashadiganga odam to'plash ve maddi bir narsa nima qilish yardım bunu aldırıp çıkarttım. İnşallah bunu biz yana devamlı. Hiç olmuş bunu her sene yenilaş mı toğal kıldır. Ansiklopedi diyenler dünya yenilaştı. Hem yenilaş hem bunu en az 8-10 tomluk fakat bonus sınızarak kanuna kadar 5-6 tomluk bir hemen maddeler. Bir ansiklopediye başçılık kılış umidim var. Onun üstüge özleri bu muacizetteki Uygur şarkılarına yoki her qaysi Uygur qatlamlarga xitob qila oladigan bir ta'sirlariga ega. Men bu ishninki keyingi taraqqiyotiga umid bilan qarayman. Abdulmajiddan oxirida bir savol so'rasam, muacizetteki Uyg'urlarda bo'lmasa bo'lmaydigan nurg'un kitoblar bor. Qur'oni Karim bor, boshqa yozuvchilar tomonidan yozilgan muhim katta asarlar bor. Sizce Abdullah Efendi tomonidan ro'yobga chiqilgan bu asar her bir Uyg'ur oilasi bo'lishga tegishlikmi? Bayanıma kısaca deb o'tdim. Bu eser her bir Uyg'ur ailesinde çokum buluşqa tegishli bir eser. Bayan dedim. Masalan birisi bir gapni tabliğdan algan bo'lsa deyli. Barzax degan gapni tabliğdan anladı desek. Bu nima gapdi deb tabliğ qilguvchining gapidan tushunolmagan bo'lsa, darhol uydagi qomusni varaqlab ensiklopediyani. Ensiklopediyadagi o'lchamlik ta'birini o'qigandan keyin aslında bunday gapgan deb texmi to'g'ri ilmiy tushunib oldi. Bu xuddi uyda bir xazina saqlaganga o'xshaydi bu. Bu xazina har vaqt ishlatmasligimiz mumkin. Ammo bir masalaga duch kelgan vaqtda xazinani darhol yechib, uning ichidagi uncha marjonni olamiz, ko'ramiz endi. Mening bilishimcha shu 17-18 asrlarda Yevropadagi adabiy uyg'onishda bir muhim bir iqlim bor. Ensiklopediyachilar iqimidan Diderot, Voltaire deganlar vakillik qilgan Fransiyadagi. Aşılanma ameliyatda bir ensiklopediya tüzüptü şu vaqtda. Yani bilimlerini bir retlep çıkaylı. Biz nima bilim bilen sözleydigan, bilimge tayinip sözleydigan bir an'ana, bir adet yetilişi lazım. Şu noktadan bu bekliyor. Abdullah efendim, undaqda ahırda sizden bir ahırlaştırsa, siz
bu kitapni tayyorlash jarayonida, tuzish jarayonida biz iz qilib turyapmiz. Balki moddiy ma'naviy jihatdan nurg'un qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lishimiz mumkin. Unda olganki sizningki bu asar haqida söz sahibi ekanligingizga biz qanoat keltiramiz. Undaqda siz hem chet eldagi Uyg'ur o'qirmanlardan nimalarni kutisiz yoki nimalarni tavsiya qilasiz? Ben de şu tavsiye qilgan narsa o'tganda degan buni yaxshi ta'siri bo'ldi. Mavlana bu ansiklopediyasini hammadan uyda bilgan bo'lishini men tavsiya qilsam bo'lmaydi. Uni Abdurim davlat tavsiya qilib bo'ldi. Unaga rahmat aytaman, ammo hammadan ko'paytirib yetmasligi mumkin. Chatlarda nechining Uyg'ur badayimiz hozir bu kitobning tirajnaydi az. Yetmasa kim qiziqish bo'lsa, kim tesadüf qolsa, yurib chiqadigan ansiklopediyasini jaqab nima qilishimiz mumkin. Ötgende müzik tasiri oldu. Yani tekrarlarsam şu Uygur her aile kutuphanesi. Şunu bir qiziqish bulamadı. Ben şunu tekrarlayayım. Özden sıklığa nasip olgan için. Az olsun, cek olsun bir aile kutuphanesi. En az bir 200 tane kitap buluş mümkün. En cek bir 5-600 beraber baş kitap buluş mümkün. Benim bütün hemşehrilerden kütüldüğüm Muşu aile kutuphanesi kuruş. Ve kutuphanenin içinde bir ansiklopediya buluşuna arzu kılma. Ezgürmenler biz bugün cemaat ve ilim erbabı şundaqla mustaqil tədqiqatçı ve yazğıcı Abdülturan Efendi tarafından ro'yobga chiqarilgan Uyg'ur Islom Ensiklopediyasi nomli asar haqida suhbat o'tkazdik. Bu katta ve muhim asar haqida hem muallifniki so'zi, shundaqla mustaqil tədqiqatçı ve yazğıcı Abdurim davlatniki qimmatli baholarga anglashga muyassar bo'ldik. Aziz mehmonlar, ikki ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat.